Assalomu alaykum kanallarımız hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizning 9-marshrutining oxirida 1 qavatli podkulich xonadon 150 kvadrat metr bo'lgan hovli-joy bilan tanishib o'tamiz. Местоположениесі ham yaxshi, 9-marshrutning oxiri. Har ikki ko'chalarga yuzayni 9-marshut yurib turibdi, hurmatli vatandoshlar. Damas ham yurib turibdi, avtobuslar ham yana yurib turgan, aldilar istashga bo'lgan, kanalizatsiya chiqqan, ziloniy zonalari bor, fasadlar ham travitillar qilingan, xarifalar ham qilingan. Gaz ve sudan umuman muammo yo'q. Girish eshiklari damir eshik. Ajoyib joy, podkulich to'g'ri girib yashaydigan xonadon. Girganingdan dalan qismi, girganimiz oyoq tillarini kafil qilganlar. Bu yerlar laminat pol, o'ng tarafimizda rakovinalar qo'yilgan, kafillar qilingan, elektrik avtomatlar ham bor, hurmatli vatandoshlar. Devorlar polni oboy qilganlar, patologlarimiz esa gipsokardondan figura qilib, MDF bilan ishlab qilib qo'ydilar, lyustralar ham osilgan. Oboylar mo'yshi oboy, suv, svet, gaz vip. Eshiklarni ko'rib turgansizlar, high-tech eshiklar. Birinin razmeri yana 3.20, uzunluğu 9 metr razmerda. Böyle televizor zonaları, hazır bu tarafımız zal kısmı bo'ladi. Zalımız yine ko'rib turgansizlar 3'e 6 razmerda. Berilgan oboy, patologlarımızın ortalığına tejroy, chetlari gipsokardon bilan qoplangan, lyustralar osilgan. Aynalar plastiklangan, podagonliklari bor. Atapine tam bu ishlab turibdi, demir kotel qo'yilgan, hurmatli vatandoshlar. Ajoyib joy. Narxi 420 million so'm ustida kelishadigan yeri bor. Dokumentdan ku muammosi yo'q. Berimiz yana 3-4 razmerda, детский spalniy berimiz. Bir ham oboy qilingan patologlar natijoi. Bu tarafimiz sanusiya qismi bo'ladi. Ishlari alyuminiy ramlardan. Ayakçıları kafil, divarlarım kafil, patologlar natijoi, vanna, unitaz, rakovinalar qo'yilgan. Arisollar ham bor, böyle kir mashin toshchalari qo'yilgan. Bedena kuxinniy mebel, gaz plitalari bor. Fartuklar qilingan, отопленияsi berdi. O'rnatilgan demir kotellar, kichkina ixchamli xilisidan, aynalar plastiklangan, podagonliklari bor. Berish kuxinniy mebellari qoladi, hurmatli vatandoshlar. Bu tarafimiz kattalar uchun spalniy joyi. 3'e 4,5 razmerda tushgan. Devorlar mo'yshi oboylardan foydalanganlar. Profil registrlari bor. Ajoyib joy tayyor. Shunday tayyor joy qilib bergan vatandoshlarimiz uchun ham arzon variantda beramiz. Ziloniy zonasi bor, steshka bor, kolobkasi ham ega. Hurmatli vatandoshlar, azizlar, hovli joyimiz joylashgan mestosini aytib o'tadigan bo'lsak, Urganch shahrimizda 9-marshrutning oxirida 1 qavatli 150 kvadrat metr olan podkulich xonadon bilan tanishib o'tdik. Narxini takrorlaymiz, 420 million so'm aytildi. Ustida kelishadigan yeri bor. Kimlardir to'g'ri kelsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mulkiyatini yanına olib kelamiz, o'zlaringiz bilan savdolashib, kelishib olarsiz. Hammaga sog'lik, omonlik tilaymiz. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayrlab qolamiz.